Manuel Gurari, Bernard Farsi va boshqalar ishtirok etishgan. Ssenariy muallifi Luc Besson. Bastakor Iam. Tasvirchi Jean-Pierre Sauver. Rassom Jean-Jacques Jernol. Prodüserler Michel Valorant Petain. Rejissyor Gerard Pires. Polo qancha? 432 jin ursin. Ishongim kelmaydi. Ketadigan kuni rekordni urding-a? Bu sizlarga esdalik uchun. Xronometrni ramkaga solib qo'yishing mumkin. Endi uni senga keragi yo'q. Kichkintoy Daniel qayoqda qoldi? Shunday qilib o'zingizga ma'lumki, kecha Daniel ketishi haqida ariza berdi. Monsieur ikki oyoqli olamni to'rt oyoqli olamga almashtirdi. Bu bilan u odam evolyutsiyasini, ya'ni to'rt oyoqlab emaklashdan ikki oyoqlab yurishgacha bo'lgan rivojlanish jarayonini ortga qaytardi desak bo'ladi. Lekin men bir narsani ta'kidlamoqchiman. U doim hammamizdan mohir va eng muhimi ajoyib do'st ekanligini bilishini istardim. Endi esa Danielni tantana bilan kuzatish uchun katta parad uyushtirishni taklif etaman. Imkoniyatni boy berma, Lili. Yaxshilab qara, bu tomoshani qaytib ko'rmaysan. Ular eng zo'rlardan. Qani bos, bos. Oyin. Yaşa bor. Yana ko'ngil xushlikmi? Bular ham pizza tarqatishadimi? Politsiya pizzasi. Kechirasiz, lekin hujjatingizni ko'rsam degandim. Ularni ichkarida qoldiribmiz. Agar kerak bo'lsa olib chiqishimiz mumkin. Qani tezroq. Gap yo'q, monsieur. Rahmat. Qochdik. Tezroq bo'la qol. Besh daqiqa o'tdi. Ehtiyot bo'l, yerga moy oqqan bo'lishi mumkin. Moy? Bilasanmi, bu yer garaj. Men shu yerda yashayman. Lekin bu yer menga juda ham yoqadi. Zo'rku. Daniel, Ha? biz 2 yildan beri tanishmiz. Uyingga olib kelish uchun nega aynan ketadigan kuningni kutding? Men lanch odamman. Bir qarorga kelishim uchun menga bir necha soat kerak. Qanday qarorga kelding? Ey yigit, chipta olish kerak. Chipta?
Kelasi safar fotosuratingizni unutmang. 77-raqamli kim? 247. U kelmabdi. Siz anchadan beri bu yerda ishlaysizmi? Kecha 25 yil bo'ldi. Bugun ertalabdan boshlab nafaqadaman. Umrim bino bo'lib xotirjam gazeta o'qishim mumkin bo'lgan birinchi tong. Tushunarli. Jinursan. 247-chi uxlab qoldingmi? Shu yerdaman. Tangiz, ikkita fotosurat. Mana bu yerga qo'l qo'ying. Bu yerga ham. Haydovchilik guvohnomangiz, litsenziya, hisoblagich olishingiz uchun ruxsatnoma, buyurtmalar daftarchasi, nomer va belgi. Hammasi shumi? Ha? 6 yil kutgandan so'ngi? Nima sizga Marseleza chalib berishim kerakmi? Yo'q, lekin bir tabassum qilsangiz ko'nglimni ko'targan bo'ladi. 248-chi. Lili, Hozir peshin. O'zim do'konga chiqishimga to'g'ri keldi. Jahlim chiqqanidan Navoiyga turmushga chiqdim. Alvido. Tezda ko'rishguncha. tabriklaymiz, Monsieur Daniel. Kerak yo'q. Qo'ysangizchi, rayimni qaytarmang. Vas-y, mon pas de chichi, moi on va. J'aurais jamais cru t'étais comme ça. Bam boom in caisse clean, check ma routine, rouler en O, Daniel. Polo. Xo'sh, sayyohlar xizmatidamizmi? Ha, Kechirosi zo'r bo'ldi, ayniqsa parad. ha zo'r bo'ldi. Polo, men bir narsadan xotirdaman. Nimadan? Mopedingda g'alati ovoz chiqyapti. Ish qilib yuradimi? Nima mazax qilyapsanmi? Uni toza spirt bilan oziqlantiraman. Ha, aytgandek, Kanibe xiyobonida ikkita mototsiklni bopladim. Nima qilganimni aytmayman-u. Yo'q, ayta qolay. Xiyobon boshida ikkita mototsikl turgan ekan. Men ham oldiga borib to'xtadim. Yashil chiroq yonishi bilan uchdim. Ular o't oldirishga ham ulgurishmagandi. Men plajga yetib olgandim. Jinni bo'lib qoladi deyishdi. Hali 2 hafta o'zlari kela olmay yurishadi. Prada tunnelida shunaqangi tomosha ko'rsatdimki, qo'rqqanidan. Gapimga ishon. Ular seni unutishmaydi. Xo'sh qizlar, uchar yigit ekanmizmi? Qo'ymaysan, Polo. Qizlar, plajga boramizmi? Bugun bepul xursand bo'lardim, ketdik. Aytingchi, siz oddiy taksichimi yoki iltifotli taksichimisiz? Meni taksim o'ta iltifotli. U xonimlar uchun eshiklarni ochadi. U yurganda ko'ningiz aynimaydi. Hatto iltimos qilsangiz, yukingizni ham ko'tarishib yuboradi. Juda zo'r ekan. Xo'sh, xonim, ketdikmi? Hu, ana u katta darvozali pushti uyni ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. O'sha yerga boramiz. Manzilingizga yetkazish uchun toychoq xizmatingizga tayyor. Hammasini oshxonaga qo'yavering, keyin o'zim saranjolab olaman. Bu sizga bir haftaga yetadimi? Ertaga hech narsa qolmaydi, o'g'lim tushlikka kelish kerak. Bir o'tirishda hammasini yeydimi? Yo'q, albatta. Yakshanba kuni unga bir haftalik ovqat tayyorlab beraman. Kichkina xonada yashaydi. Oshxonasi ham yo'q. Uning ustiga bu bola tuxum qaynatib yeyishni ham bilmaydi. Mana uning surati. Kompyuterdan boshqa dardi kasali yo'q. U IBM kompaniyasida ishlaydi. Ha.
Hammani o'ziga yarasha qiziqishi bor. To'g'ri. Siz nimaga qiziqasiz? Tez haydashga, lekin buni his qilishga sizda imkon bo'lmadi. Juda qiziq ekan o'g'lim haydovchilik guvohnomasini olish uchun 8-marotaba imtihon topshiryapti. 8-marta? Bilasizmi, 8 men yoqtirgan raqam. Bu raqam unga baxt keltiradi. Ko'chani oxirida biz rulni buramiz chapga, yana chapga burasiz. Misiya chapga. Chapga. Buring, to'xtang. Shu yerda to'xtating. Shu yerda. Shunaqa befarosat bo'ladimi? Bu nimasi? 10 yildan beri o'qitaman, lekin bunaqa dovdirib ko'rmaganman. Chap bilan o'rni farqiga borasizmi o'zi? Buni oldinroq aytish kerak-ku. Har safar chapga burganda bu haqda sizga faks yuborib ogohlantirishim kerakmi? Jin ursin, chapga degandan keyin chapga-da. Hammaning o'z ishi bor. O'zingiz qayerda ishlaysiz? Qiziq, sizga o'xshagan ovsanlar qayerda ishlarkan? Sirkdami, hayvonot bog'idami yo desant qo'shinidami? Har uchalasida. Shuni oldinroq aytish kerak edi, misiya. Sizga faks yuborish kerakmidi? Kechirasiz. Biror narsa sotib olmoqchimisiz, misiya komissar? Katta rahmat. Qo'ysangizchi, iltifotingiz uchun men sizga minnatdorchilik bildirishim kerak. Tashrif qog'ozingizni ehtiyot qilaman. Buni mashinada yesam qarshi emasmisiz? Har holda yana ishlashim kerak. Albatta. Omad tilayman, omad. Siz meni hayotimni saqlab qolishingiz mumkin. Avvalo yo'q. Ammo har qalay sababi nima o'zi? 25 daqiqadan keyin samolyotim uchadi. Agar kech qolsam o'laman, agar ulgursam siz boy bo'lasiz. Omadingiz bor ekan, misiya. Shifokor emasman-u, lekin tez yordamni yoqtiraman. Kamarni taqib oling. Yuramizmi, yo'qmi? Yetdik deyavering. Oq taksi katta tezlikda o'tib ketdi, u radarni yiqitib ketdi. Raqamini ko'ra oldingmi? Yo'q, juda tez o'tib ketdi. Ko'zni ochib o'tirish kerak. Bizni ishimizda. Tushundingmi? Ulguramizmi? Aytmoqchi edimki, agar kech kelayotgan bo'lsak, balki shoshish hojat yo'qdir. Menimcha ulguramiz. Bu yerda biroz sudralyapmiz. Katta yo'lda tezlikni oshiraman. Ha, mayli. Balki men deb hayotingizni xavf ostiga qo'yishingiz shart emasdir. Guvohnomangizni olib qo'yishlari mumkin. Xavotirlanmang, misiya. Guvohnomani o'zi yo'q. Unday bo'lsa, juda soz. o'n 14 daqiqayu 30 soniya. Bilet sotib olib, qahva ichib olishingizga ham vaqtingiz bor. Ko'ngilli sayohat tilayman. Rahmat. Tushunmayman. Ekran oldida mashq qilganda doim g'olibman. Monako poygasining rekordchisiman. Lekin ko'chaga chiqishim bilan albatta biror narsaga urilaman.
Xo'sh, shuning uchun ichamizmi? Hozir emas. Yo'q, Emilian, yo'q. Bu nima deganing? Shampan vinosi turgan sari yaxshi bo'lishiga qo'shilaman, lekin saqlash muddatining ham chegarasi bor-ku. Bu safar nima bo'ladi? Bu safar gazeta kioskasiga emas, go'sht do'koniga kalla qo'ydim. Bilasanmi nima? Senga mashinada rolni o'rniga kompyuter qo'yib qo'yish kerak. O'la agar ko'p nogironlar shunday qilishadi. To'g'risi, bu ularga qo'l keladi. Nima haqida gapirayotgandim? Gapirsang-chi. Emilian, rekordlar kitobi uchun menda zo'r material bor. Taksi port bo'ylab qantopchi qanday tezlikda o'tgan? 140. Avvaliga, keyin ikkinchi tezlikka o'tib, soatiga 217 kilometr yurgan. Uni ushladingmi? Albatta, havo patrulini chaqirtirdik. Mayli, bugun negadir parishon xotirsizlar, keyinroq kirarman. Iloji boricha kechroq. Tunda ham kiraver, uyalma. Umuman kelasi safar kirishdan oldin taqlatishni unutma. Petra. Buni sizga aytganim yo'q. Siz doim aziz mehmonimizsiz. Rahmat azizim Emilian. Xo'sh, haydovchilik guvohnomasi nima bo'ldi? Yana qovun tushurdingizmi? Yomon xabar tez tarqaladi. Aytgandek xabar xususida shef hozir xonasida yig'ilish o'tkazyapti. U yerda faqat siz yetishmaysiz. Lekin bizni hech kim ogohlantirgani yo'q. Mana bu kichkina tugmachani bossangiz kifoya, ko'rdingizmi? Tarmoq deb yozib qo'yibdi. Hoziroq xonamga keling dedim. Nima, karmisiz Emilian? Endi yo'qshi. Banklarni shishilib, endi Fransiyaga kirib keldi. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, biz nemislar yana Fransiyani egallab olishlariga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bu ham ularning okoblariga yiqilib halok bo'lganlar. Shunday ekan, bu men uchun shaxsiy masala hamdir. Parij-Bon aloqasi, Fransiya-Almaniya do'stligi bu quruq gap. Buning ustiga ular banklarni o'marmoqchi bo'lgan shaharlarni surbetlarcha avvaldan ma'lum qilishgan. Hadlardan oshyaptilar. Endi bir kamimiz madhiyamizni ijro etishlari-yu, biz ularga qarshi chalib, yashasin deb qichqirishimiz qoldi. Maxsus bo'lim biz bilan hamkorlik qiladi. Har bir guruhga haydovchi berishadi. Shunday qilib o'g'illar to'dasi bankdan chiqishi bilan bizni mashinalar ko'zdan qochirmay ularni kuzatadi, payt-poylab ilonday tashlanadi. Shuning uchun ham operatsiyamiz Cobra deb ataladi. Petra, siz guruhlarga bo'lish bilan shug'ullaning. Har bir mashinaga 3 tadan odam, maxsus bo'limdan bitta haydovchi, bittasi bizning odam, bittasi snayper. Har bir guruhning o'z nomi va rejada ko'rsatilgan joyi bo'ladi. Guruh tarkibini reja yoniga yozib Manzilga qo'yamiz. yetib borishga 50 daqiqa vaqtimiz qoldi. Petra, kechirasiz. Men sizga aytgan kechki ovqat xususida so'ramoqchi edim. Shu hafta men uchun qulay. Gap shundaki, men kompyuterimda dastur tuzib olgandim. Xullas natijasini kutmaganimiz ma'qul, chunki g'oyamizni o'g'irlab olishlari mumkin. Yo'q, men tushunmadim. Kim kutolmaydi, sizmi yo dasturingizmi? Lekin men dasturim, kompyuter, hammasi shunchalik chalkashki, shuning uchun o'zim balki O'g'rilarni qo'lga olishimiz bilanoq siz bilan dasturingiz bilan shug'ullanishga va'da beraman. demak hammasi joyida. Aytgandek, siz qaysi guruhdasiz? Kobrada. Lekin sizni omadingiz kelgan. Sizga eng yaxshi yigitlarni biriktirganman. Qahva qolmaganga o'xshaydi. Rolimni ko'rding-a, chiroyli-a? Bu shaxsan o'zimniki. Uni Alen Prostdan sotib olganman. Shunaqami? Ichiga Dakarga mo'ljallangan maxsus motor o'rnatilgan. Qumda xuddi moy ustida uchgandek ketadi. Ko'rsangiz edi. Shunaqami? Afsus, biz hozir plyajda emasmiz. Iltimos, faqat chekma. Ustun ko'zimni achishtiradi. Uf, qahvasiz, sigaretsiz. Qizlarsiz ham. So'ylon, bo'g'ma ilon aloqaga chaqiryapti. So'ylon eshitadi. Men olayman. Komandan qalay? Hujumga shay. Biz tanishib o'tirgandik. Xo'sh, o'zingizchi? Marko, atrofimiz to'la xitlar. Balki uydan boshlarmiz. Bilasanmi, tanish hamyonga qo'l suqish doim oson. Qo'ysang-chi, ular rivojlangan davlat vakillarini kutish bilan ovora. Hamma politsiyachilar aeroportda. Qo'lingdan keladimi? Qo'rqma, hamma aeroportda. O'zim televizorda ko'rdim. Oy xitlar. Buni olib ketamizmi? Yo'q, tegma unga. Aravasini olib keta qolsin. Uni joyi kerak bizga. Men hojatga chiqib kelaman. Ana, ko'rdingmi? Hamma aeroportda dedim-ku.
Tabassum qilinglar yigitlar, suratga olyapmiz. Bir daqiqadan keyin ular o'z Mercedeslari bilan paydo bo'lishmasa, qahva, sigaret va hojatga chiqishga o'zim ruxsat beraman. Injiqligini biroz keyinroq ko'rsatasan. Barcha ilonlarga sichqon indan chiqmaguncha zahar sochilmasin. Qaytaraman. Sichqon indan chiqmaguncha zahar sochilmasin. Komissar. Hozir emas, Petra, menga xalal beryapsiz. Men operatsiyani boshqaryapman. Bilaman, lekin bu ministr. Salom, janob ministr. Siz Mariyanda emasmidingiz? Bu yerda ishimiz tugadi. Ana Mercedesdagi guruh nima bo'ldi? Ularni topdik. Hozir hujumni boshlaymiz. Shunday. Yaxshi, hozirgina olmoniyalik hamkasb bilan gaplashdim. Ruxsatingiz bilan gapingizni bo'lsam. Frizlarni bugun hibsga olib, ertaga maxsus vagonda Almaniyaga jo'natamiz. Hamma gap shunda-da. Bu ish milliy mojaroga sabab bo'lishini istamasdim. Urush allaqachon tugagan, azizim Shubert. Janob ministr, sizni yaxshi tushunaman. Baribir ular ham jinoyatchi-da. Shuning uchun boshqa jinoyatchilar qatori bir xil muomala qilinadi. Shunday ekan, balki ularni frizlar deb masxara qilmasmiz. Men frizlar dedimmi? Hada. Men frizlar dedimmi? Hada. Og'zimdan chiqib ketibdi. Xo'sh, sizga ishonsam bo'ladimi, Shubert? Albatta, bizga ishonishingiz mumkin. Bit ko'zlar ishi esingizdami? Osiyoliklar demoqchi edim. Hammasi silliq o'tgandi, o'lganlar deyarli yo'q edi. Har holda biznikilardan alo. 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 Go'shayni qo'yib qo'ydi. Qoyil maqom ish. Jin ursin shuncha sim. Balki yur qochamiz. Mashinani olib qocha olasammi yo kalitni olib borib beraymi? Chaqiruv nomimiz suv ilon. Suv ilon esa beziyon jonivor. Balki zaharli bo'lgandan beziyon bo'lgan yaxshidir. Bu mushuklarni ko'zdan yo'qotmang. Ular menga tiriklayin kerak. Juda bo'lmasa 1 soatga. Yomon bo'lib ketyapman. Sizlarni xoli qoldirganim ma'qul. Men chindan ham chiqishim kerak. Boshladik. Nima bo'lyapti o'zi? Otishmaga o'xshaydi. Jin ursin. Pistirma, tezroq qo'shimcha kuch yuboring. Ularni sheriklarni mashinasini topdik. Unda 4 ta professional bor ekan. Qaytaraman. Mashinada 4 ta ustaz farang bor ekan. Qo'shimcha kuch chiqib ketdi, janob ministr. Menimcha politsiyachilar otishyapti. Ular taslim bo'lishdi. Suv ilon gapiryapti. Bizda muammo paydo bo'ldi. Xavotirlamang. 5 daqiqadan so'ng sizni ozod qilamiz. Gap yo'q, misye. Rahmat. Taslim bo'lishdi. Qiziq, xuddi ministrga o'xshab ketar ekan-a? Yo'q, qo'ya, hammasi juda shirin bo'pti. Shunchaki bugun qornim unchalik ochmas. Agar guvohnoma deb qayg'urayotgan bo'lsang arzimaydi. 8 marta bu holva otang umuman ola olmagan. Nima? Axir mashina haydaganlar-ku. To'g'ri, chunki u 20 marta qayta imtihon topshirgan. Oxir oqibat guvohnomani berishgan. Rahmat, so'zlaringiz menga biroz dalda bo'ldi. Arzimaydi. Xodimangni o'g'li David mana buni tuzata olarmikin deb so'ragandi. Unga ayting, men mohir usta emasman. Bilaman, sen mohir politsiyachisan. Sen qonunni hurmat qilishga o'rgatadigan va kishilarni himoya qiladigan odamsan. Juda zo'r ishing bor-da, azizim. Sen bilan faxrlanaman. Nega unda hammaga meni IBN'da ishlaydi deysiz? Nima, har yakshanba dahamizdagi ishlar bilan ham shug'ullanmoqchimisan?
Yo'q, Sen IBMda ishlaysan. Sen ham xotirjam, men ham xotirjam. lekin butun dahaning elektron o'yinchoqlarini tuzatishga to'g'ri kelyapti. Doim noshukursan. Hazillashdi, moyi. Taksi chaqirib bera olmaysizmi? Kech qolyapman. Men zo'r taksistni topdim, yoqimtoy, iltifotli, ko'ngilchan. U senga yoqadi. Salom. Adashdim shekilli. Sizga kim kerak edi? Kami? Ha, bu men. Yo'q, to'g'ri topib Siz keldingiz. webda ishlaydigan o'g'limisiz? Yo'q, IBMdagi. Oyi, Bu narsani unchalik tushunmayman. Kecha sizni suratingizni ko'rdim. Azizim Daniel, o'g'lim Emilian bilan tanishing. Har bittasini ustiga yozib qo'ydim. Dushanba kuni qovurilgan go'sht yeysan. hojati yo'q, oyi, o'zim Biz bilaman. ketishimiz kerak, mashinani pastda qarovsiz qoldirganman. Ko'rishguncha. Yaxshi boring. Yaxshi qoling, oyi. Qayoqqa boramiz? Walter xiyoboniga. U yerda IBM emas, komissariyat bor. Xuddi o'sha yoqqa boramiz. U yerda kompyuterlarni o'rnatib berishim kerak. Qarshi bo'lmasangiz sal o'tib to'xtayman. Politsiyachilar orasida o'rlashishni yoqtirmayman. Taksi uchun mashinangizning ovozi juda yaxshi. Mutaxassismisiz? Havaskorman. Yaxshi ovozga ega bo'lish uchun uni yaxshilab oziqlantiraman, chunki V6 yurganda kuylash kerak. Mayli kuylasin, lekin bunchalik baland emas. Tezlikni 50 kilometrdan oshirmasligingiz Mana bu kerak. belgilarni aytyapsizmi? Ha. Men buni rekordlar taxtachasi debman. Yo'q, bu hamma dumalaydigan narsalar uchun. Ha, lekin tinmay dumalash mumkin. Mana men to'xta deb yozilgan joydan ham o'tib ketdim. 20 da yurgandan 100 da yurgan ancha xavfsizroq, xuddi mana bu to'poradek. Ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Radarlardan qo'rqmaysizmi? O'sha radarlar qayerdaligini bilamiz-ku, musiy. Ular doim bir joyda turishadi. Aytgandek, ular shu atrofda. Hozirgina o'zingiz ko'rasiz. Ana bir qarang. Qarang. Ular hech narsani o'zgartira olmaydi. Tartibga bo'ysunishadi. O'zlari shu ishni tanlashgan. Hech kim ularni zo'rlamagan. Kim biladi, balki majbur qilishgandir, chunki o'sha yerda ishlash uchun g'irtentak bo'lish kerak edi. Kompyuter deb ular bilan ko'p to'qnashaman. Shuni aytishim kerakki, avvaliga men ham shunday fikrda edim. Demak, undan ham battar ekanda. Yo'q. To'g'ri, juda yaxshi. Aytmoqchimanki, politsiyada faqat ahmoqlar ishlamaydi. Men esa bunga aminman. Undan tashqari pianistalar, firibgarlar va tentaklar. To'g'risini ayting, musiy. Tanishlaringizdan birortasi shu xitlar orasida ishlashini xohlarmidingiz? Taksi haydovchisi bo'lishni-chi? Bu nima deganingiz? Taksichi bo'lishni orzu qilgan odamni bilasizmi? Ular sizni o'z foydalarini ko'zlab olishadi. Yo'llari bo'lmasa yoki choychaqa kamroq tegib qolsa, qo'pollik qilishadi. Agar seni qahvaxonaga olib kirib, mehmon qilsam, ichkilikka qarshi testdan ozod bo'lasan. Sizda ijtimoiy ta'minot sug'urtasi bor. Aytgandek, politsiyachilar bilan chambarchas bog'liqsiz. Agar u mehmonxona xodimasiga uylangan bo'lsa, tamom, undan battar bo'lmaydi. Umid qilamanki, siz mehmonxona xodimasiga uylamagandirsiz. Meni xotirjam qildingiz. Albatta, mijozlar bilan qo'pol muomala qiladigan haydovchilar bor, lekin hammasi ham unaqa emas. Shuningdek, politsiyada ham xuddi shunday. Hammasi ham soat 6 dan ishga chiqib duch kelgan aybsiz odamga yopishmaydi. Xuddi siz va mendek o'z vazifasi bilan shug'ullanadiganlari ham bor. Bo'lishi mumkin. Taksi haydash meni haqiqiy kasbim emas. Demak, taksini shunchalik ko'ngil ochish uchun haydar ekansiz-da. Unda asosiy kasbingiz nima? Mayli, sizga ko'rsataman. Qopchig'ingiz yo'qmi? Ko'nglim aynayapti. Bezovta bo'lmang, yo'ldaligimizda ichingizdan hech narsa chiqmaydi. Jinursin. Kechirasiz, missiya, bunaqasi endi bo'lishi. Odatda mijozlar mashinadan tushgandan keyin ular ming afsus, missiya. Ming afsus. Sizga ochig'ini aytaman. Bu ham meni asosiy kasbim emas. Shunaqami? Yo'q. Ha. Shunday qilib, familiyangiz, ismingiz, Morales Daniel. kasbingiz olg'ir taksichimi yo shunchaki olg'irlikmi? Istaganingiz yozing. Yaxshi. Xiyobon bo'ylab qanaqa tezlikda yurding? 90 atrofida.
90 atrofida. Mashinada o'tirganda tezga o'xshab ko'rinadi. Aslida unday emas. Xo'sh, jahon chempioni ishlar ketyaptimi? Ha, ketyapti. Otishma natijalarini ko'rib chiqmaysanmi? Bilasan, 5 daqiqa oldin xiyobondan yana o'sha taksi 190 km tezlikda o'tib ketibdi. Bugun sustroq. Ana ko'rdingmi? Sen 90 emas, 190 km tezlikda yurgansan. Nima bo'lganini bilaman. Quyosh halol bergan spidometrdagi birini ko'rmay qolgan bo'lsam kerak. Shuning uchun ham xotirjam yurganman. Agar bilsam tezlikni kamaytirgan bo'lardim. Baribir 90 ham taqiqlangan. Shahar ichida tezlikni 50 dan oshirish mumkin emas. Bu mashinalarga, skateboardlarga, taksistlarga ham taalluqli. Albatta u xursand. U meni tutdi. O'z ishini yaxshi epladi. Undan baxtli odam yo'q. Lekin haydovchilik guvohnomasi meni hayotim. Agar bugun kechqurun piyodaga aylansam, ertaga o'laman. Bunday imkoniyatdan foydalanishim kerak. Odatda hamma kaltak meni boshimda sinadi. Bugun ilk bor omadim keldi. Bilagim og'riyotgani uchun taqqiratmadim. Zarari yo'q, siz taqlatmasdan kiravering. Rahmat. Dasturingiz haqida gaplashmoqchi edim. Chandiqlarim bitguncha kutib turishga to'g'ri keladi. Albatta, qo'riqchi bilan ovqatlanishni xohlasangiz. Menga ahamiyati yo'q. Yo'q, siz go'zalsiz demoqchi edim. Umuman, buni ahamiyati yo'q. Ya'ni yo'q, ahamiyati bor. Ming afsus, sizga achinyapman. O'zimga ham, lekin bu hisob emas. Ana ko'rdingizmi? Har kuni shu ahvol. O'sha la'nati nemislarni tutolganimda edi. Meni postagimni qoqsangiz ko'rasiz, ancha yengil tortasiz. Boshqa yo'li ham yo'q. Agar sizda boshqa fikr bo'lmasa. Bu ishni takrorlamaslikka va'da beraman. Yo'q, bu fikr emas, g'irt ahmoqlik. Men jamiyatga foyda keltiradigan haqiqiy fikr haqida gapiryapman. Tushlik vaqtida ham ishlab berishga tayyorman. Ha, yo'q. Men uchun biron nima qilingki, u jamiyatga ham foyda keltirsin, tushundingizmi? Aytaylik, men jamiyatman. Siz menga biron foydali ish qilasiz. Endi tushuntira oldimmi? Tushundim, sizga pul kerak. Yo'q, sen g'irt ahmoqsan. Unda mendan nima istayotganingizni dangal ayting. Bir soatdan beri miyam achitasiz. Ayting, mendan nima istaysiz? Ha, yaxshi. Mercedes to'dasi haqida eshitganmisiz? Yo'q, men faqat moped mingan to'dani bilaman. Bu to'da bank o'marish bilan shug'ullanadi. Kecha 7-chisi bo'ldi. Bundan boshlig'im jabr Juda ko'ryapti. qayg'uli. Ayniqsa biz uchun. Sen rul bilimdonisan. Menga esa haydovchi kerak. Shuning uchun taklifim stajyor maoshi bilan seni 1 oyga yollayman va qoidani buzganing haqida unutaman. 1 oy politsiyachi bo'lishim istayapsiz? Politsiyachi yoki piyoda. O'lim yo sharmandalikka tanlashim kerakmi? Hammasini tushunibsan. Mana qara, xronologik tartibda 7 ta o'g'irlik sodir bo'ldi. Men Mercedes emas, ko'proq Ferrari bo'yicha mutaxassisman. Ha, lekin to'da Mercedes deb nomlanadi. Agar Ferrariga o'tsalar, seni ogohlantiraman. Qizil Mercedes muncha xunuk. Qizilligini o'zim ham bilaman. Sen sinchiklab qara. Uni har tomonlama o'rganib chiqdik. Ammo kim biladi, balki biror narsani sezmay qoldikmi? Sen haqsan. Nima? O'sha to'dangiz nemislarmi? Mazax qilyapsanmi? Mercedes bo'lgandan keyin nemislar bo'ladi-da. Oldi g'ildiraklar tarang, faqat nemislar shunday qilishadi. Rezinasi 8 dyuym yuqori, lekin bunday rezinalar faqat Olmoniyada tayyorlanadi. Ancha yedirilibdi. Bu suratda dvigatel uskunasi ancha yedirilgan. Bunisida esa yo'q. Navbatdagi bosqinchilikda u shikastlangan. Keyin almashtirishgan. Bunday dvigatel qo'yadigan Marseldagi yagona odam Krüger. Krüger esa nemis. Mercedesni yaxshi tushunmagani yomon ekan. Qayoqqa boramiz? Seni Krügeringdan boshlaymiz. Ko'ramiz xotirasi yaxshimikin. Nimani kutyapsan? Yur. O'rningizda bo'lsam, ana u mataxni olib qo'ygan bo'lardim. Endi nima qilamiz? Hozir politsiyachi ishining 90% ni tashkil qiladigan ish, ya'ni kuzatuv bosqichi boshlanadi. Joy bilan tanishish, keldi-ketdini ro'yxatga olish, vaziyatni tahlil qilish. Garaj bekilgandan so'ng mashhur Krügeringga 1-2 ta savol beramiz. To'g'ridagi garajni xo'jayin nechida yopadi? Krügermi? U hech qachon yopmaydi, chunki uyqusizlik kasaliga duchor bo'lgan. Rahmat. Faqat cho'chqa go'sht bor ekan. Afsus, uyga kirib oyimning buterbrodlaridan olsak bo'lar ekan. Vichina, pishloq. Yarmi bayoncha, yarmi parijcha. Ajoyib. Sizga tayyorlab berganmidilar? Ha. Orasida ingichka qilib solingan salat bargi, ko'katlar, mazza.
Biram mazza. U meni yaxshi ko'rgan Juda mazali. Judayam. U nima qilyapti? Bu koreyaliklar ish deb olishadi. Bir sutkada 24 soat ishlashadi. Lekin vaqti bilan uxlashlari kerak-ku. Yo'q, ular o'zlarining siri bor. Bitta taksi, bitta nomer, bitta haydovchilik guvohnomasi va ikkita haydovchi. Bitta koreyalikni ikkinchisidan kimdan farq qilardi? Aql bovar qilmaydi. 나도 잠 좀 자자. 그래 그러면 잘해. Aytgandek, men bittasini taniyman. Oshpazlik xususida ustasi Faring. Nima deysiz? Yo'q, biz garaj yopilishini kutishimiz kerak. Bu odam uyqusizlikka duchor bo'lgan. Hech qachon garajni yopmas ekan. Qayerdan bildingiz? Menga barmen aytdi. Nega shuni vaqtliroq aytmadingiz? Politsiyada endi ishlayapman. Bunaqa narsaga aqlim yetmaydi. Gap politsiyada ishlash yo ishlamaslikda emas, gap to'g'ri fikrlashda. Biz bo'lsak ahmoqqa o'xshab uyqusizlikka duchor bo'lgan odamni uxlashga kelishini poylab o'tiribmiz. Agar Mercedes haydovchisi bo'lib garaj egasini uxlamasligini bilsam, uni faqat tundagina ziyorat qilgan bo'lardim. Yo'q, yigitlar garajga chiroyli Mercedeslarda kelishadi deb o'ylaysizmi? Ko'zlarimga ishonmayman. Haydovchi rolda bo'lmagan o'g'rini garajda o'tkazadi. Nega bu yerga kelishdi? Kryugerga buyurgan g'ildiraklarni olib ketish uchun. Bu imkoniyatni boy bermayman. Agar ish chappasiga ketsa, ikkinchi kanalga to'g'ri Mercedes belgilarini aytasan. Siz qayoqqa? Kuzatuvdan so'ng harakatga o'tish kerak. Ularga koreyscha tomosha ko'rsataman. Koreyscha tomosha. Yo'q. Ha, ahmoq. Yangi g'ildirakni qayoqqa qo'yishadi? Bu yerda nima qilyapsan? Men shunchaki uxlash, uy yo'q, joy yo'q. Yo'q, iltimos, hech narsa qilish, hech narsa o'g'irlash. Men senga uxlaydigan, hatto omading kelsa qorningni ham to'yg'azadigan uy topib beraman. Sekinroq, og'rityapsiz. Sekinroq. Harakat qilyapman, shef. Ismingiz nima edi? Daniel. Daniel. Men esa Emilianman. Balki sensirasharmiz. Shunisi o'zigidir. Modomiki yaqinlashib olgan ekanmiz, axlatxona va boshqa qolgan narsalar o'rtamizda qolgani ma'qul, xo'pmi? Yaxshi. Agar qo'limni qo'yib yuborsang, balki uyimga borib biroz dam olarman. Men koreyalik ham emasman, uyqusizlikdan ham aziyat chekmayman. Albatta. Bugun kuni bilan yana garaj oldida turamizmi? Yo'q, kuzatuv tugadi. Qo'lga tushirish bilan shug'ullanamiz. Haqiqiy so'roqni qanday olib borilishini ko'rishni istaysanmi? Yo'q. Lekin to'g'ri keladi. Balki shu yerda qolganim ma'quldir. O'tgan safardagidek ishimiz yurishmasa-chi? Menga tarjimon sifatida keraksan. Kryuger texnik tafsilotlar bilan boshimni qotirishni istamayman. Salom janoblar. Aytingchi, qay biringiz Kryuger bo'lasiz? Kiraverishda yozuvni o'qimadingizmi? Monsieur Kryuger, sizga bir nechta savol bermoqchi edim. Bu ko'p vaqtingizni olmaydi. Jin ursin, o'q tugadi. Hech qisi yo'q, ular allaqachon ketib olishdi. Nima? Ko'zingni och, garaj bo'm-bo'sh. Ha, ketib olishibdi. Ha, ketib olishdi. Kichkina savol bersam maylimi? Qanaqa? So'rovlaring doim shunaqa o'tadimi yoki buni ataylab men uchun uyushtirdingmi? Odatda bitta bo'lsa ham savol berishga ulgurardim. Tushunarli. Yur, tashqariga chiqamiz. Jazo muddatini qisqarishiga sazovor bo'lding. Rahmat. Uni bir haftaga qisqartiraman. Juda ishbilarmon ekansan. Daniel, o'sha to'dan tutmasam bo'lmaydi. Malla sochi debmi? Yo'q.
Aytaylik, uni deb ham. Lekin muhimi o'zim uchun omadsiz bo'lish. Har kecha axlatxonada yotish jonimga tegdi. Bu ishning uddasidan chiqishim shart. O'z sha'nim uchun kurashishim kerak. Bu kecha bo'shmanmi? Ha, albatta. Yeb bo'ldingmi? Yig'ishtirsam bo'ladimi? Bilasizmi, oyi? Oyi, retseptimni yo'qotib qo'yman. Doktorim qabuli soat 5 da tugaydi. Hozir 5 da kam bo'ldi. Bu yuragimning yarisi edi. Zinapoyada jon berishingizni xohlamayman. Bugungi kunim oilangizni qutqarishga bag'ishlandi. Azizim Daniel, siz mo'jizani o'zisiz. Ular shu yerda, Joni. Xavotir olma. Uzatgichni mana u patronga joylashtirganman. Mendan qochib qutulish olmaydi. Juda bilimdonsan-da, Joni. Bu meni ishim kichkintoy. Tegdi. O'zing zo'rsan-da, Joni. Ular bizni o'sha joyga olib borishadi. Ajoyib. Nous libérons votre père. Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi, Jane. C'est mon métier, bébé. Bizga bunday janoblar. Bizga hozir qo'ng'iroq qilishdi. Endi ular surbetlarcha bizga uchrashuv belgilashyapti. X rayondagi bankni o'marishar ekan. Bu safar ishni buzish yo bironta xatoga yo'l qo'yish kechirilmaydi. Operatsiyaning ikkita yechim kaliti bor. Xotirjamlik va foydali natija. Shuning uchun operatsiyani Zem deb atadim. Shef, suv iloni u kobralarni unuting. Asr g'oyasi. Mercedes to'dasi bugun hibsda bo'ladi. Yo'qsa men Emilien emasman. Rejangiz bu safar pand bermas Emilien. Bu oxirgi imkoniyatingiz. Bu imkoniyat endi senga bog'liq. Qara, pand berma. Hamma yotsan yot dedim. Hamma yerga yot. Yot dedim. Yot. Qimirlama, bu bizni hammani otib tashlayman. Tegdi. Hammani otib tashlayman. Uddaladik. Zo'r, reja ish berdi. Yot dedim. Yot. Qimirlama. Orqasidan yur. Bu matax unchalik qo'rqinchli emas ekanmi? Ular to'xtashdi. Gagen ko'chasi. Endi qochib qutulisha olmaydi. Jober gapiryapti. Jober gapiryapti. Hamma bo'linmalarga Gagan ko'chasini o'rab oling. Ular hali ham o'sha yerda. Nima bo'lyapti? Tushunmayapman, signal yo'qoldi. Ko'rib turibman, lekin nega yo'qoldi? To'xtang. Ular shu yaqin atrofda. Qizil Mercedesni payqash oson. Shu atrofda bo'lishlari kerak. Buni sezyapman. Shu yerda bo'lishlari kerak. Joyingizdan qimirlamang, politsiya!
Binoni tekshiring. O'tmang, meni garovga olishgan. Emilian. Nega bunday bo'ldi? Men faqat bir narsani, qizil Mercedes qanday qilib g'oyib bo'lganini tushunmayapman. Salom. Hujjatingizni ko'rsatsangiz. Nima gap, missiya? Nemismisizlar? Ha, nima edi? Chegaradan o'tib bo'ldik-ku. Shef, Mercedesda 4 ta nemis, lekin qizilda emas. O'zim tekshiraman. Demak, nemisizlar? Ha, bu sizni tajriblantiryaptimi? Yo'q, aksincha, meni qiziqtiryapti. Bagajni oching. Marshalga nega keldingiz? Biz markalarimizni sovurgani keldik, lekin buni boshqa davlatda qilsak ham bo'ladi. Hojati yo'q. Ular shu yerda qolgani ma'qul. Ketavering. Auf Wiedersehen. Yoqimli hordiq tilayman. Rahmat. Emilian. Tushunmayapman, bo'lishi mumkin emas. Nimanidir hisobga olmagan bo'lsam kerak. Ko'rdingizmi? U choynakni o'chirmagan. Bu oddiy hol. Shunday deb o'ylaysizmi? Sira bunday qilmasdi. Xayriyat, Daniel, uydamisan? Ko'ngilsizlik yuz berdi. Nimaligini tasavvur ham qila olmaysan. Uyimiz endi yo'q. Otamga o'xshab tutun ichra g'oyib bo'ldi. Xuddi otamga o'xshab. Ha, erim ko'p chekardi, lekin jigar rakidan o'ldi. Qiziq shundaki, u sira ichmasdi. Uy ham holva. Eng yomoni shundaki, men hamma ishni barbod qildim. Agar haftaning oxirigacha bu ishni uddasidan chiqmasam, dushanba kuni meni boshqa bo'limga o'tkazib yuborishadi. Jezil xushtak, olg'a yoshlar. Xullas dushanbada o'laman. Daniel, salom. Meni ismim Kami. Kresloda o'tirgan Karlson esa meni o'g'lim Emilian. Marhamat qilib oshxonani ko'rsatsangiz, sizga ajoyib qahva tayyorlab, hammasini tushuntirib beraman. Tushuntirishni keragi yo'q, oyi. Men tomon bo'lgan odamman. Qanday yaxshi boshlangan-deya. Keyin axlatxona, go'sht rastasi, Mercedeslar. Agar ularni shu yerda qoldirsang, men haqiqiy politsiyachilarni chaqiraman. Shundoq chigal ishni yana ham chigallashtirmoqchimisan? Men kechani faqat ikkimiz davom ettirishni xohlayman. Bir soatimiz ham zoye ketishini istamayman, chunki vaqtimiz shundoq ham ziq. Meni portda to'xtatishdi. Guvohnomamni 100 yilga olib qo'yishlari mumkin edi. Shuning uchun unga xizmat ko'rsatyapman. U bo'lsa qoidani buzganimni kechiradi. 100 yil ishsiz qolishni tasavvur qilyapsanmi? Tovlamachi, uni to'g'rimasdan yo'q qilishingiz kerak edi. Ma ol. Bu ishg'irt ahmoqlik. Sen ozodsan. Allez, tiens, je te dis, t'es libre. Ol. Olaver. Au fait, Aslida, tu sais, Daniel, je Daniel, suis pas venu ici à cause de notre deal. bu yerga shartnomamiz tufayli kelmagandim. Meni boshqa do'stim yo'q. Oyim bo'lsa, Daniel rahmdil deb aytdilar. Il nous adore. Daniel, sen chindan ham rahmdilsan, to'g'rimi? Bah, voilà, Yanglishibmiz, je crois lekin que hech qisi c'est yo'q. pas grave. C'est pas Sen grave. bizning muammoni hal qilishing De toute shart façon, c'est pas emas. toi de résoudre tous nos problèmes, hein. Ah non, mais t'en fais Daniel, pas, Daniel, ko'p ham t'en fais boshingni pas, je suis qotirma. pas tout seul, seconde. À pied, Piyoda oson va être facile. bo'lmaydi-ku, J'y arriverai. lekin eplayman. Undan qutulish yagona yo'li uni muammolarini hal qilish. Lekin uni bitta emas, mingta muammosi bor. Aftiga bir qara. Xuddi qo'zichoqlar sukunati filmidagiga o'xshaydi. Sen onasi bilan, men esa Karlson bilan shug'ullanaman. Uzoq bilan 2 soatda qaytaman. Men 2 soatda nima qilaman? Stolda qarta o'ynab o'tiramanmi? Iltimos. Agar 2 soatdan keyin kelsang, kampirni yeb qo'yaman. Kelishdik. Bo'pti, ketdik. Qayoqqa? Sen ishing bilan shug'ullanamiz. Oqshomingizni buzganimdan afsusdaman. Chindan ham yaxshi qahva tayyorlaysizmi? Shaharda eng zo'rini. C'est un petit café Men pour vaziyatni les yengillashtirish va meni pardon. kechirishingiz uchun sizga qahva olib keldim.
Bilaman, men bilan gaplashishni istamasangiz ham so'zlarimga quloq solishingizni iltimos qilardim, xo'pmi? Bir daqiqada ulgurasizmi? Ulguraman. Gap bunday. Tuni bilan shuni o'ylab chiqdim. Nega ular o'zlarini bunaqa dadil tutishyapti ekan? Nega kulrang emas, aynan qizil Mercedes tanlashgan? Axir kulrang ko'zga tashlanmaydi-ku. Bu bizni chalg'itish uchun qilingan maqsadlari e'tiborimizni bir tomonga qaratib, boshqa tomondan qochib qolish bo'lgan. Bu usulni chalg'itish deyshadi. Menimcha ular bankdan quruq chiqishgan. Pullar boshqa yo'l bilan olib chiqilgan. Bir daqiqa. Tomosha tugadi. Yaxshi. Keyinroq kirarman. Yuz ming. Katta rahmat. Bir necha yil g'am tashvishsiz yashaysan. Xotinim-chi? Bu senga chindan ham kerakmi? Unga o'rganib qolganman. Tinchlan azizam, hammasi yaxshi bo'ladi. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Oxirgi ishimizni qoyil maqom qilib yakunlashni taklif qilaman. Emilian. Rosa majg'u ekansan-da. Qanday qilib ular qizil Mercedesdan kulrangga o'tib qolganlarini aytsam, bu senga yordam beradimi? Biron ehtimoli bormi? Ular mashinani emas, mashina rangini o'zgartirishgan. Qizil ko'zga tashlanadigan Mercedes to'xtash joyiga kirgan u. U yerdan oddiy kulrang bo'lib chiqib g'oyib bo'ladi. Qanday qilib? Bolalar o'yini. Unda biz bo'yoq qizlarni payqagan bo'lardik. Faqat biron yuk tashuvchi mashinaga kirib ichida bo'yab chiqishmagan bo'lsa. U holda tonnalab bo'yoq sotib olib, bo'yashlari uchun kamida 10 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Shunaqa tez quriydigan bo'yoq bormi? Allo, Jiji. Uyg'otib yuborgan bo'lsam uzr. Bu men Danielman. Menga temirni bo'yash uchun qizil rangli MD10 bo'yog'i kerak bo'lib qoldi. Omborda boshqa yo'q? Lekin kimga shuncha kerak bo'lib qoldi? Hovuzlar boshqarmasiga? Shuncha bo'yoqni nima qilishar ekan? Hovuzlarni qizilga bo'yab chiqishar ekanmi? Yo'q, ovora bo'lma. Ular bilan o'zim kelishib olaman. Yaxshi, qo'ng'iroq olishamiz. Xo'p, xayr do'stim, rahmat. MD10 nima degani? 10 daqiqadan ham kam. Xo'sh, fikrim to'g'ri chiqdimi? O'shalar deb o'ylayapsanmi? Bu har seshanba kuni shug'ullanadigan qassoblar to'dasi. Rejamiz qanaqa bo'ladi, Daniel? Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Ular bilan salomlashamiz. Bizni eslab qolishadi. Va unutishmaydi. Meni tanib qolishsa kerak, Daniel. Ular bilan bagajnikda ko'rishganman-ku. Makib ol. Ha, bilaq ekansan-da. Qara, bo'ladimi? Zo'rsan. Ishlar qalay? O'zingizni Schumacher deb hisoblayapsizmi? Xo'sh, trassada yurish qalay? Bu poyga mashinasimi? Mercedes ham mashina bo'ptimi? U quyon o'yinini biladimi? Unga o'zim o'rgatib qo'yaman. 500 frank ber. Balki chiqib turgani ma'quldir. Yo'q, ular ham o'yinga berilib ketishadi. Shunday qilib, quyon o'yini. Ikkita aylanadan keyin kimni kapoti menikidan oldinga chiqsa 500 frank o'shaniki bo'ladi. Bizga pulli keragi yo'q. 500 deganimiz sababi sizdan ko'p undirish niyatim yo'q. Lekin aldamagan sayoq haqiqiy sayoq emas. Ikkinchi aylana boshlaganda orqaga qarasang meni ko'rmaysan. Behuda urinishingga nima hojati bor, yoqimtoy?
Rahmat qizlar. Hoziroq yo'qol. Vite. Yaxshi. Bugun garajga kirib o'tishim kerak. Bugun aravamga nima bo'ldi ekan, hayronman. Yurgisi kelmayapti. İstesangiz revanş oling. Mana ol 500 franki. Endi nima qilamiz? Borib ichamiz. Fransuzlar. Shundoqqina qo'limizda edi. Sen boshni qotirishni boshlading. Biz qo'shimcha kuch chaqirib ularni o'rab olib qamashimiz mumkin. Nima asosda tezlikni oshirding deb? Dalilni keyin topilardi. Biz doim shunday qilamiz. Men ularni jinoyat ustida tutmoqchisan deb o'ylabman. O'zing shunaqa deding-ku. Ha, mayli. Bo'lsa bordir, lekin hozircha biz faqat jinoyatni poylayapmiz. Agar shunday Mayli, jinoyatni ham uyushtirib beraman. Ularni bir qizdirayki, haydovchidek qiziqqon odam bo'lmaydi. Tushunarlimi? Endi ularga tuzoq qo'ysak bo'ladi. Qanaqa tuzoq ekan? Ahmoqlar uchun tuzoq. Qanaqa ahmoqona tuzoq ekan? Ahmoqona deganim yo'q, ahmoqlar uchun dedim. Ha, mayli. Xo'sh, qanaqa ekan o'sha tuzoq? Kapot bahona ularni o'zimiz tanlagan joyga olib kelamiz. Buning uchun menga 20 ta svetoforni kaliti va 20 ta ratsiya kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Ratsiyani topamiz, muammo yo'q, lekin kalitni olish qiyin. Yigitlar uni doim o'zlari bilan olib yuradilar. Faqat yuvinganlarida olib qo'yishadi. Yo'q. Ha. Yo'q. Ha. Yo'q. Quel talent. Qanday iste'dod. Top joy, mon petit Jin, Jimmy. sen navbating. Bon, ça va prendre Tez longtemps, bo'ladimi? Une minute. 1 daqiqa. Emilia, j'en ai une. Emilia, menga qara. Yalang'och nima qilyapsan? Yalang'och emasman, sochig'im bor. Undan tashqari yalang'ochligim bilan nima ishim bor? O'z xonamda yechinib o'tira olmaymanmi? J'ai quand même bien Bu remarqué. meni xonammi o'zi? C'est bien mon bureau, là. Ha. Birovning xonasiga kirganda taqillatishni o'rgatishmaganmi? Yo onang senga faqat ovsarlikni o'rgatganmi? Zo'r kutib olding-ku. Bir latifa aytib bermoqchi edim. Sen latifalaring hech qachon kulgili bo'lmagan, sen bo'shsan. Ancha yengil tortdim. Ha, kiring. Petra. Sizlarga xalal bermadimmi? Yo'q, Ko'rinib turibdiki, xalal berdim. Keyinroq kirarman. Et voilà. Ana xolos. Umrimda bir marta ish bilan xonamga kirganda men o'rtada yalang'och turibman. Daniel, tushunyapsanmi? Qu'est-ce que tu veux que je te Baribir dise? ko'rinib turibdi. Elle est trop Men bien bu pour qizga moi, loyiq cette emasman. belle U comme juda cette go'zal. famille, elle est Buning déjà ustiga commissaire. komissar bo'lib oldi. Qayoqdagi inspektor bilan nima ishi bor? Yana boshlandi. Diyoing yaxshilik bilan tugamaydi. O'z tishlaring bilan o'zingga go'r qazyapsan. Bu qiz xuddi qimmat mashinaga o'xshaydi. Unga yaxshi benzin, ya'ni unga yaxshi erkak kerak. Qani qaddingni rostla. Sen erkakka emas, ko'proq maymunga o'xshaysan. Ana endi borib, uni orqaga qaytar va hech narsa demay lablardan bo'sa ol. U senga yo tarsaki tushiradi yoki yelimda yopishib, yaqin 10 yil ichida qo'yib yubormaydi. Ikki imkoniyatdan birini tanla. Emilia, senga nima bo'ldi? Hammasi joyidami? To'g'ri aytasan, cho'zishdan foyda yo'q. Xuddi lotereyaga o'xshab qog'ozni yirtaman-u, bilib olaman. Unda ikkitadan bitta imkon bor. Keyingi tirajni kutishga to'g'ri keladi. Kalit nima bo'ldi? Tayyor. Ushla. Jahllari chiqyapti deb o'ylayapsanmi? Agar qiz bola uchrashuviga 17 soatga kechiksa, uni nima qilasan? O'ldiraman? To'ppa-to'g'ri. Ha, lekin biz gul bilan kelyapmiz-ku. Qanday chiroyli gullar. Ularni cheksa bo'ladimi? Buni siz pishirdingizmi? Ha. Chunki ikkovimizni ham tashlab ketishdi. Shuning uchun pishiriqni ermay qilib o'tirdik. Voy bu. Rahmat. Qani siz bilan oqshomni ajoyib o'tkazdim. Qo'ng'iroq qilarman. Kelishdik.
Bu gullar mengami? Rahmat. Xayr. Oqshomni men bilan o'tkazmoqchi emasmisan? Mehmonlaring bor Daniel. Bu tadbirni keyinga qoldiramiz. 1 yil oldin u 1 yil keyin nima farqi bor? Xayrli tun bolalar. Zo'r tamaki ekan. Bo'lmasam-chi, Yamaykaniki. Ko'rdingmi, politsiyada ishlashning yaxshi tomonlari ham bor. Meni yo'ldan urma. Nega sen taksi suragandan ko'ra poygachi bo'la qolmaysan? Otam avtohalokatdan keyingi umrlarini nogironlar aravachasida o'tkazganlar. Qanday qilib ularga poygachi bo'laman deyishim mumkin edi? Ha, mushkul ish. O'zing nega politsiyaga ishga kirgansan? Meni ham o'zimga yarasha muammoim bo'lgan. 17 yoshimda otam vafot etgan. Keyin biz pulsiz qolganmiz. Darhol ishga kirishishimga to'g'ri kelgan. Bakalavr darajasisiz faqat politsiyaga ishga olishardi. Avval qayerda yashagansan? Anyakda. Jan Peri ko'chasidami? Ha, nima edi? Sen ham shu yerdanmisan? Ha. O'laygar. Jinni bo'lib qolaman. Bitta maktabda o'qigan bo'lishimiz ham mumkin. O'shanda senga velosiped o'g'irlashni o'rgatardim. Mana shu ahvolga tushmasding. Bilasanmi, hayot shunaqa ekan. Bolalikda ko'p narsani orzu qilasan-u, lekin oxir oqibat hech narsaga erishmas ekansan. Ha. Hujumchi bo'lishni orzu qilasan-u, seni esa to'pga aylantirishadi. Nima deysan, rejamiz amalga osharmikin? 100%. Ishonchingiz komilmi? Kiring. Halal bermadimmi? Yo'q. Xo'sh xizmat. Qu'est-ce qui t'amène? Umumiy trevoga! Janoblar, Puma operatsiyasini boshlaymiz. Bu safar ular SDLM bankini o'marishadi. Qayerda o'z pozitsiyangizni almashishni bilib oling. Artyur, sen birinchi raqamsan. Afina Kaniber chorrahasi. Joni, sen ikkinchi raqamsan. Fo Maria chorrahasi. Mimo, sen episkopal chorrahasida turasan. Ikkinchi raqam ratsiya kalit. Uchinchi raqam ratsiya kalit. To'rtinchi raqam Bilaman, 1 soatdan keyin kelasan. Xuddi shunday. Uyingda kutib o'tiraman. Puma gapiryapti. Qushcha qafasga kirdi. Yotinglar, yot hammang. O'tonga qimirlama. Qimirlama dedim. Yot. Yot dedim. Puma gapiryapti. Qushcha hozir qafasdan chiqadi. Operatsiyaga tayyorlaning. Jinursin garovga olishdi. Hozircha hech narsa qilmang. Kechirasan, lekin senga joy yo'q. Hech qisi yo'q, men boshqasiga ketaman. Yo'q, menda yaxshiroq fikr bor. Biz yonimizda yugurasan. Bu senga foydali. Meni biroz qiynab qo'ydingiz. Jinursin, hamma pumalarga qushchani tuting. Qushchani tuta boshlang. Tuting. Ko'rdingmi, kichkina Mercedes ketidan emas, kattasini ketidan yurish kerak. Bunaqa ish uchun ichish kerak. Endi uyga ketamiz. Chiqib ketishdi. Hammasi tayyormi? 20 ta punkt o'rab olingan. Mana bu joydan o'tishlari bilan tuzoqqa tushishadi. Mishli xiyoboni bo'ylab Mazar maydoniga borishadi. Mishli maydoni chorrahasida kim turibdi? Janbat 7-raqam. Bu tomoshani boshlashga musharraf bo'ldi. Janbat, meni eshityapsanmi? Eshityapman. Tomoshani sen boshlaysan, joyingdamisan? Ha, joyimdaman. Endi bizning navbat.
Daniel, o'ta olmaymiz. O'ta olamiz. Xo'sh, bavarlar, haliyam traktorda yuribsizlarmi? O'tgan safar uchun kechirim so'rayman. Men ahmoq qo'l tormozda ekanimni unutibman. Shuning uchun yura olmagan ekanman. Senga gapiryapman. Endi mashinam joyida. Quyon o'yinini o'ynaymizmi yo'qmi? Yaxshi. Siz fransuzlar gapga chechansizlar. Katta yo'lga chiqib olaylik, o'shanda ko'ramiz. Xafa qilib qo'ydimmi? Seni yanchib tashlayman. Kechirasan, ming afsus. Senga faqat bitta imkoniyat beraman, lekin bu safar ko'p pul tikmayman, chunki osonlikcha ko'p pulni yutib olishga uyalaman. Yoqimtoy 100 frank. Surbetliging uchun javob berasan. Mazax bo'lgandan ko'ra surbet bo'lgan yaxshi. Menimcha oshirib yubording. Yo'q, 7 bilan 9-yilni ogohlantir, qizilni yoqishsin. Jan, qizilni yoq. O'ninchi Kresto, joyingdamisan? Birinchi Sandre, joyimdaman. 12-chi, 13-chi tayyorlaninglar. 13-chi. Sizni tushundim, lekin kichkina muammo bor. Svetofor oldida ikkita politsiyachi turibdi. Jin urgur, biron yo'lini top. Aytishga oson. o'n birinchiga yaqinlashyapmiz, biror nima qilish kerak. Polo, ratsiyani ularga ber. Kechirasiz, mesye, sizni chaqirishyapti. Alo. Komissar Jaden, uyushgan jinoyatchilik bilan kurashish bo'limidanman. Biz hozir bomba topdik. Qayerda? Muhimi shovqin solmang. Uni qanday zararsizlantirishni bilamiz. Gapimni yaxshilab eshiting. Kalitni tiqib, qizil chiroqni yoqing. Lekin qizil yonib turibdi. Buni sizga daxli yo'q. Kalitni tiqib o'ngga buring. Tushunarlimi? Ha, monsieur. 12-dan o'tdik. Tezroq. 19-chi, 20-chi tayyorlaning. Menga bering. 20-chidan keyin hech kim yo'q. Bilaman. Bu yo'l ekanligiga aminmisan? Bu qisqa yo'l. Agar katta yo'lga chiqsa tamom bo'ladi. Bizniki kuchliroq. Ha, kuchli. Qanaqadir to'siqlar bor edi, balki bekorga emasdir. Katta yo'l bitmagan, u yoqqa yo'l yo'q. Muhimi sen xabardor ekansan. Xotirjam ko'rinsam ham aslida unda emas. Juda ham oz qoldi. Daniel, men uzoq umr ko'rgim kelyapti. Yana 10 soniya. Bu kalamushni yanchib tashla. To'xtat, u yerda ko'prik yo'q. 5 soniya. Bo'la qol. Bos uni.
Daniel bu ishni qo'y, kel. Ular uyda qolsin, 100 frankni deb o'lib ketamiz-ku. Bugun yoki hech qachon mahkam ushla. Bas. Qoyil, biz yutdik. Aminmisan? Meni qattiq qo'rqitding. O'lsang o'lasan, lekin unga yutqizmaysan deb ishonibman a. O'qiganmisan? Toshbaqa quyonni yutgan ekan. Hey, Einstein La Fontaine o'qiganmisan? Verdammte Scheiße noch! Verdammte Scheiße! Verdammte! Katta quyon imirsillagan toshbaqaga yutganiga norozi. Lekin Puma mamnun bo'ladi. Anchadan beri quyon go'shti bilan tamaddi qilish niyatida edi. Ha, quyon go'shti bilan. Daniel, sizlarni qidirmagan joyim qolmadi. Qorong'ida nima qilyapsizlar? Surat chiqazayotgan edik. Surat? Ja vaqtini topsizlar-ku. Bizni kutishyapti. Respublika prezidenti nomidan sizlarga vatan oldidagi xizmatlaringiz uchun Kavaler belgisi ordenini topshiraman. Tabriklayman. Emiliyam sizdan uzr so'ramoqchi edim. Gapimga ishonmaganingiz uchunmi yo tarsak tushirganingiz uchunmi? Hammasi uchun kechirishingiz uchun nima qilishim kerak? Biron nima o'ylab toparmiz. Jasoratingiz haqidagi dokladni o'qib chiqdim. Juda zo'r. Tajribangiz fikrlash uchun yaxshi ozuqa bo'ldi. Rahmat. Yo'l politsiyasini tubdan o'zgartirish niyatimiz bor. Bu bundan buyon sizning xizmatingiz tufayli zamonga ancha moslashadi. Rahmat, mesye. Tabiiyki bu medal shunchaki hurmat belgisi. Bu sizga guvohnomangizni qaytarib bera olmaydi. Men ortig'ini kutgandim, nima desam ekan? Muruvvat demoqchisiz? Qo'limizdan kelganini qildik. Qamashimiz mumkin edi, lekin siz ozodlikdasiz. Ozodlikda emas, oyoqda qoldim. Tushunaman. Mashinasiz yetimcha deysiz. Ha, yo'lovchi yetimcha. Tushunaman, bitta yo'li bor, lekin sizga to'g'ri kelarmi ekan? Qani, aytingchi? Xo'sh, xursandmisan? Ha, Nima, xafamisan? yo'q, hammasi zo'r. Seni tushuna olmay turibman. Eng yaxshi jamoadasan, do'stlaring, sevgan qizing qo'llashyapti. Yana nima kerak senga? Boshqa xomiy. Milliy politsiya. Biz unga pul, mashina topdik. Bu kishi norozi bo'lsalar. Qizlarga ayt qo'lini silkitishmasa, bu meni chalg'ityapti. Bir ishni eplasang juda xursand bo'lardim. Nima ekan? Sen bu poygani yutishing kerak. Aravangdagi yozuvga esa tupurgin. Unda muzlatgichdan shampan vinosini olib qo'y. Juda muzdagan yaxshi bo'lmaydi. Bo'l Daniel, bo'la qol. J'ai adopté le rap comme sport, fait des efforts, des sacrifices, fait toute la journée j'écris, fermé comme un vieux papier, témoin fraîche, mon frère Saïd est funky, tout ce qui m'intéresse rapper, mes textes comme bouclier, en cas d'hostilité, je pense en chercher qui est quoi, je reste droit à moi, dans ce monde, c'est du chacun pour soi, j'ai fait mes choix, travaille comme un fou, pour